Sifatsiz mahsulotlarni ishlab chiqarish, uni muomalaga kiritish inson salomatligiga xavf tug'dirishi shubhasiz. Ammo noqonuniy yo'llar bilan daromad orttirishni ko'zlab, yurtdoshlarimizning salomatligiga befarq bo'lib, mo'may pul topish ilinjida faoliyat yuritayotgan ayrim kimsalarning borligi achinarli holat albatta. Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Tezkor qidiruv xizmati, Jinoyat qidiruv boshqarmasi, Korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Unda Nishon tumanida yashovchi fuqaro yashash xonadonida yashirin sex tashkil qilib, noqonuniy ravishda hech qanday tegishli hujjatlarsiz paxta chigitidan yog' ajratib oluvchi moyjovoz apparati o'rnatib, sifatsiz turdagi paxta yog' mahsulotini ishlab chiqarib kelayotganligi aniqlandi. Fuqaro xonadonidan 127 litr yog' mahsuloti, 170 kilogramm paxta chigiti, 647 kilogramm chigit mahsulotidan olingan kunjara, 685 kilogramm paxta xom ashyosi va komplekt qo'lbola usulda yasalgan bir dona juvoz apparati va boshqa uskunalar ashyoviy dalil sifatida olingan. O'zgalar hayotini zaharlash evaziga boylik orttirmoqchi bo'lgan shaxsga nisbatan hozirda Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.